Ha, chaqirding telefon? Qaynatamni ko'rib kelaylik, mehmonga chaqiryapsiz. Dadajoniniki? Dadajon to'g'ri gapir, dadajon demayman. Ha, nima deysan? Dadajon deysan-da. Dadajon umrimda dadajon demaganman. Ha, nima deb chaqirasan bo'lmasa? Ro'shan aka deyman. O'g'lim yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. Yaxshimisiz? Mas. Kiyimni aytib berasan deyapti. Keyin ular kelib qoldilar. Kim kelib qoldi? Ular kelib qoldi-da. Kim bu yoq? Kim? Kim bor edi bizdan tashqari? Ular kelib qoldi-da. Nima deb chaqirasan? Siz kelib qoldingizmi? Ha, men kelib qoldim-da. Shuni oshga qarang hozir. Ha, ovora bo'lyapti. O'zing qiynamasan, dadajon deb qo'ydim. Umuman dadajon demayman. Roshan aka. Roshan aka, bo'lsa chaqirib yuboring. Ha, hozir. 5 daqiqada suzamiz o'xshagan. Siz chaqirshingiz. Hozir o'g'lim hozir chiqaman. Bilasiz, sizni o'z o'g'limdek ko'raman. Shuning uchun mana mashinani yaxshi kunlarga minib ha? Ovora bo'lsa dadajon. Ana! Dada deyapti. Endi dadajon qoldi ha bu. Instinkdan dadajon. Sen mashinani tushunmaysan. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, the buck.